Всем hello! Bugun sizlar bilan umrimda birinchi marta osh pishiramiz. Avvalam osh qilganman, lekin bunisi birinchi marta o'zim mustaqil qilishim bo'ladi. Osh qilishda eng yoqmaydigan joyi o'zi sabzi to'g'rash. YouTubedan osh pishirish videolarini ko'rib chiqdim. Xonadoshlarimdan ham qayta-qayta so'rab oldim. Osh bir o'zimga qilganim uchun kamroq qildim. Kichkina qozonchada kam osh qilish g'alati bo'lar ekan. Bu pishirayotganim samarqandcha osh. Samarqandning oshida sabzi bilan guruch alohida bo'ladi. Qizib turgan yog'iga avval go'sht, keyin piyozni solib, yaxshilab qovurib oldim. Piyozi o'lgandan keyin sabzilarimni ham solib qovurdim. Osh qilishni biladiganlar kommentariyada urishib tashlamanglar, chunki bu menda birinchi marta. Sabzilarim qovurilmagunicha boshqa idishda guruchga tuz solib qaynoq suv bilan ivitib qo'ydim. Ko'pchilikka ziraning ta'mi yoqmaydi, lekin menga yoqqani uchun zira ham sovordim, zirvagiga ham, guruchiga ham. Sabzini ko'madigan qilib suv solganimdan keyin chesnak solib dimlab qo'ygandim, keyin tuz solmaganim esimga tushib qoldi. Ivitilgan guruchni ham 3-4 marta yuvib, keyin qozonga solib dimlab qo'ydim. Bundan buyog'iga nima qilish kerakligini yaxshi bilmaganim uchun keyin xonadoshimni yordamga chaqirdim. Buyog'ini o'zi qilib berdi. O'zi ham osh tagiga olib bormayin deb oldida ketmay qarab turdim. Shu joyda bitta narsa bilinyaptimi? Yo'q, juda ham ko'p so'rganman. Osh qilishni o'rgatgan odam menga 2 cho'mich solish kerakligini aytgandi. Men ham 2 cho'mich to'ldirib solganman. Ming mehr bersam, baribir ayam qilgan oshchalik yaxshi chiqmadi. Lekin taslim bo'lmaymiz. Keyingi safar bundan ham yaxshiroq chiqadi.